yaxshi narsa ishlaymiz endi. Bor yigitlar da o'zimiznikilar. Bu urajay bu yil Allohga shukr, baribizga da jeta. Shunday tartibligini ham turgan ishlaymiz. Bu organizatsiyada 3-yil ishlaymiz. Bu yil endi ko'ngilliroq, har holda urajaylar Allohga shukr bo'lgach, bizga da ko'p kunina shu 2-3 reys stabilni yurib turamiz. Allohga shukr jeta. To'lovlar da yaxshi. August Müslim kompaniyasının Minzala отделениесinde 14 gektar жер var. Şunun azimaya pшеница 6000, rapis 6000, kalgan kulturalar karmoy bulup şutlanalar. Bugünkü günde bizning 3000 yarım kışkı buğday suğulgan. 15'lerinde rapisga kirib ketamiz. Avgust OSP Minzala xo'jaligida 14000 gektar yer hisoblanadi. Şunun 6000'inde küzgü buğday, 6300'ünde rapis qolgan kulturalarga kelganda kuruz 600 gektar hem ko'p yillik ulan. Bugungi kunda 3300 gektar küzgü buğday suqtirib oldik. O'rtacha o'ng'ish 60 sentner. Türlü boshlar bor. Mana bu bosu Bede 55 sentnerni Melken yaklarından bizning Baykal teresi deymiz. Onda 70 sentnerga xatli bergan bosular bo'ldi. Bugungi kunda 24 kombayn ishli. 11 zernozagrushchik lidiyani ishli. Ular ikmakni bosudan olib, bosu shitini olib chiqib sola 40 nayomli kamaz ishli. Ham o'zi bizning kamaz ishlayapsiga toshunda 50 mashina ishli. Ikmakni toshlaymiz Yurtazı XPP, Müslim XPP ham o'zi bizning rayonda qatqazib solamiz. Yoshroq kompanyalarga kelganda endi bizning shu kompanyalar orasida liderlik mallar bor. Ular Malikov Marat, Davudov Alver, Kudryatov Leonid. Ular endi bizning shu uchisi birinchi o'rinda bor. Qolganlari ulardan ko'p qolishmay. Выгрузка включена. Biz endi Torum 750 kombaynda ishlaymiz. Shu kombaynda bu yil 4-sezonini ishlaymiz. Bu yil Allohga shukr, yigitlar muldan. Alloh bersa to'kmishashmay, yo'g'altularsiz yeb olirga endi. To'lovlarni biltirga qaraganda yuqori bu yil. Qo'shoqlar aybat, kamazlar toshib tura. Allohga shukr, shirlamayshi, vatulmayshi ishlarga.